Adasi ovqatlanib oling. Yürü oğlum, televizyon koyarız, yürüyün. Hoppa. Oğlum, hozir bozorga ketamiz, xo'p? Boramizmi bozorga? Adasi, meni kechiring. Vijdon azobida qiynalib ketdim. İşlerin qilig'i. Gel oğlum, bozorga boramiz. Nima bo'ldi qizim? Kayfiyatingiz yo'q. Shu desangiz kuyovingizni dilini og'ritib qo'ydi. Keyin afsuslandim, uzr so'radim, ko'nglini ko'tardim, shirin taomlar pishirib berdim. Lekin bilasizmi, nimagadir ko'nglim rosa g'ash. Nima qilishni bilmay oldingizga kelgandim. Eshitmaganmisiz? Erni norozi qilgan ayol la'natlangan ayol hisoblanadi. Eringizni rozi qiling qizim.